o'zingga noloyiq laqab oltirish istamasang birontayam insonga yo'qman. O'zbekcha yashashda qiyin. Bir mahalla qizim yo'lida qiyin. Armonda yurar. Mana Sovet xalqi partiya nakazini bajarib taxta zo'rni mehnat qilyapti. Ha? Raykomning 3-sekretari senlarga podashi bo'lib qoldi. Yo'q, opajon. Terimga chiqmaysan. Chiqamiz. Alohida taklif kerakmi? Yo'q, chiqamiz. Familiya nima? Opajon, chiqamiz. Familiya nima? Chiqamiz, opajon. Yoz. Chiqamiz, opajon. Yozmang. Ukajon. Jo'rikajon yozmang. Chiqamiz, yozmang. Opajon, iltimos qilaman, yozmang. Hey! Partiya sendagi umurlarni nima uchun boqyapti? Ha? Darvozani ichida bekitib o'tirasan, usma qo'yasan. Ha? Masalangni buyurotda ko'raman. Opajon, bolalarning rohatini ko'ring. bu alg'ov dunyodan tinch totuv yashab o'tishni o'zi katta bir baxt.